салому алайкум тамошобинони канали студия Сатор. Мана имрӯз 20 ноябри соли 2022 дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи Ачи бузкашӣ шилестай хостем прямой эфир кунем пешкаши подписчикони студия Сатор. کدام یکی نامد لایک می‌کنید و ویدیو را دوام می‌دید تماشا کنید. سلام علیکم، خوش آمده. یک تا لایک می‌کنیم کچ ویدیو چخله امروز در اچی نویای خراسان در کچ تا چخله کچ چخله کچ یک تا لایک می‌کنیم. خوش آمدین. کدام که فیلم ما را تماشا کرده هستید یک تا لایک می‌کنید. خواستم امروز پرامو افیر کنیم برای پادپیچکای استودیا ساتور. و علیکم السلام. Ular Xuroson no'yasida Achida bo'lyapti. Achida. Bitta like bosamiz chunki efirga kirib keladi. Bitta like bosamiz. Shunday sayda video nachasbidesa, efir nachasbidesa, tak like jaqe machako. Shunday achchima boynazorma shunday dash. Na polni ko'rsatam ular qayerda bo'layotgan. Telefoningizda nastroykasidan kачествоan agar balandga qo'ysangiz internetingiz normal bo'lsa, normal telefon bilan syomka qilyapmiz, efir qilyapmiz. Salomat bo'ling, telefoningizdan kачествоan ko'taringchi, brat. Bitta like bosamiz. 720. Axo 720 1080 kompyuter bilan prямой filqa telefonda shu eng balandisi 720. Seravno sus. Bilmasam, brat, shu o'zingiz telefoningizga kачествосini ko'taring, shu yerdan uncha jariq bo'lsa kerak. Vertolyotga borib syomka qiling.
gap yo'q, xudo xolosa bo'ladi. Sattor to'yi bor, nimaga ketgan? To'y syomkaga ketgan. Mendan albatta ko'rinyapti. Sizlardan bilmadim. Salom alaykum, assalom. 20 ta like bo'lsin, vaqtning oldiga borib ko'rsataman, yaqinga boraman. 4 ta like bosingizlar, chunki efirimizga yangi kelgan bitta like bosingizlar. Ha, video syomka ham qilamiz, nasibsa tayyorlaymiz. Chunki agar maqsad nima, shu vaqtni zavqlanib tayyorlaymiz. Hozir mo'j yaxshi ko'rinmaydi, normal kачествоdan syomka qilamiz, tayyorlaymiz. Слишком uzoqda yaxshi aytib oldirib keldik. Assalomu alaykum, xayr bu. Sattorga Gavzon barodar barkash Главное состояние канала мы партия, съемка кадаги видео по качеству мы партия, хостим прямой эфир, салам алейкум, хайр бу. Bir Baynazar dedik, geçen şöyle birov yazdı, Baynazar dedik, açı deb. Men bir aşıda aytdim, şu Xuroson oyasida açıda. Zapravkadan o'tganda kimki bilsa, shu yerda bir jardin ichida bo'ladi. Zinda boshi aka videomon xiray maqsad pesh berayim, xirash desta mumkin shimo ana слишком дура yo'qi. Так бugam telefon bad nesta برای efir kini ultra bisida. Dahain dari varotadam biz oxirش desta ina varatada inamja o'z badan inamja biyoram. Inamja varatay. Ozi miyoya. Biz oxirش desta oxiri bizay. Salom Eliye Rayhona va alaykum assalom. Enen klas, rahmat klas uchun. Bitta like bosamiz, kimki filmga yangi kirib kelgan bitta like bosamiz. Качество qanday качество? آخرش با سلام چی باشه سلیم از نور مکان میگیم سوس کچیستوا سوس اینا bilmadim endi bu quyoshda nuri bor nima qilyaptimi xayol nasibsa normal kачествоdan syomka qilamiz tayyorlaymiz просто прямой эфир internet ham sabab bo'ladi ham слишком uzoq
telefonimiz ham maqsad prosto emas, aytsak telefonning aybi. Qarangizlar, qancha uzoqdan prosto aling'ab kelyapman. Shuncha yerdan vaqt axir bo'lyapti. Naz varataning altdan ana sher varatar bilan. Odamlar turgan joy varatar shaxtan sherga olib keladilar. Pastdan. Vaqtning oxirisi. Kimki yangi kelgan marta assalomu alaykum. Xush kelibsizlar efirimizga. Baynazarda uloq bo'lyapti. Xuroson noyasi Achchi degan joyda. Achchi Baynazar shunday. Ana shu studiya sator podpischiklar uchun prямой efir qilyapmiz. Agar shu efirimizda birin kambulik bo'lsa, uzr deymiz. Xudo xolasa normal kачествоdan syomka qilamiz. Ana videolar tayyorlaymiz. Tez kunda ko'rasizlar kimki uloqqa qiziqadi. Ana kimki yangi kelgan efirimizga bitta like bosamiz. Qaysi like nima aqsizlar? Like bo'lsa bizdan qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Tajiki kabzan. Biz oxir shidesta barodar yakta like nechkanam oxiri biza. Ina omad. Agar در این فیلم یکم کمبودی باشه بخشیش این آمد آخری بزای این ترابوزی کردن آخری بزای زنده باشه همه کسایی بزن آخر شید در آخر هزار سامان سالیم بود با یک گوسفند یک گاو خیلی اینجا گفت کدام روز 26 شنبه در ناحیه روان با بسکشی بدای اعلام کرد دهه فرقه در ناحیه اون دهه فرقه در بز آخر شد برادران و خسا زنده و سلامت باشید بدم زبان